o'tgan hafta ham hafta oldin ham ko'rganmiz. Oxirida kelib ko'cha ko'rsinga metra rasmga tushib ketishgan mono markazda. Qani bitta ishimiz hal bo'lgani yo'q. Hurmatli Shavkat Mirziyoyev, mana qarang. Farg'ona shahrida shahar hokimi yo'q. Sektor rahbarlari hech kim yo'q, lekin qabul qilishyapti. Hokim qabul deb qabul qilishyapti. Xalq hamma avjida turibdi. Hamma avjida. Mana shuncha odam, lekin bitta ham hokim yo'q. Na yordamchisi, na boshqasi. O'zlaridan o'zlari qog'ozga rasmiylashtirib, rasm qilishsa bo'ldi bular. Hurmatli prezidentimiz, shu murojaatimizni eshiting, ko'ring, xalqni dardini ham tushuning. Siz o'zingiz eshiting, ha deb katta-kattalarni, kazo-kazolarni gapini eshittirmasdan xalqni ham tinglang. Bular hammasi xo'ja ko'rsinga ish qilishadi xolos. Nima deyapsiz? Gapiravering. Mana bugun selektor shuncha odamni tayinlab qilib qo'yib, na prokuror bor, na hokim bor, na ichki ishlar bor. Mana bizning dardimizni kim eshitadi? Kimga deb murojaat qilishimiz kerak? Shunda turibmiz mana. Yo mashqdan ko'rinyapti kimlar borligini. Ha? Ha? Gapiring mana. Bugün prezident keldi deb ichki ishlar ham kelmayapti, hokimlar ham kelmayapti, prokuraturadan ham prokurorlar ham kelmayapti. Haqqi yo'q prezidentimiz bo'lgan paytda ham kelish kerak, yo'q bo'lgan paytda ham kelish kerak. Ijtimoiy tarmoqlarga chiqish kerak, prezidentgacha yetib borish kerak. Ha. Ha. Biroydan biri. Ha, asalim og'ir. Ha. Hech qanday holding demasa. Ana. Boqadiganim bo'lmasa. Ana. Dardingizni kim eshitadi mana? Mana sizni dardingizni eshitgani keladiganlar nima kelishmadi ekan? Mana gapiringlar mana. Mana hozir prezident kelarkan prezident oldiga boraman bugun. Gapiringlar.